Assalomu alaykum hammaga. Bugun ishdan dam olib, So'qoq eko maskaniga keldim. O'rmonda hozir dugonam bilan sayr qilib chiqamiz. Ishing yo'qmi? Ishlay olmaysan? Kimsasiz chekelizor. Bironta odam yo'q. Yarim soat oldin odamlar tushib ketganini ko'rdik, lekin hozir na chiqayotgan, na tushayotgan odamlarni ko'rmayapmiz. Yo'lni ham yaxshi bilmaymiz, tavakkaliga ketyapmiz lekin. Finish bo'lishimizga sanoqli daqiqalar qoldi, Inshaalloh. Hali yo'llar qilinmagan. Yozuvda ko'rgan edim, yovvoyi cho'chqalar bor deyishgan. Mabodo chiqib qolsa, yo'limizdan qaysi daraxtga chiqishimizni mo'ljal qilib ketyapmiz. Birinchi marta shunaqa katta adovanchik ko'rdim. O'zi ham juda katta ekan.